Assalomu alaykum. O'tayotgan hafta davomida Kadastr agentligining Davlat kadastrlari palatasi hududlararo tizimda ro'y bergan muhim xabar va yangiliklar bilan matbuot xizmati tanishtiradi. Davlat kadastrlari palatasi markaziy apparatida tashkiliy masalalarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda boshqaruv yo'nalishida bir necha tayinlovlar amalga oshirildi. Davlat kadastrlari palatasi barcha hududlardagi boshqarma va tuman filiallaridagi xodimlar o'rtasida korrupsiyani oldini olishga qaratilgan uchrashuvlar va yig'ilishlar o'tkazildi. Hududlarga alohida to'xtaladigan bo'lsak, Kadastr agentligi Surxondaryo boshqarmasida yig'ilish o'tkazildi. Unda tartib-intizom, yer va kadastr nazorati bo'yicha respublika ishchi guruhi tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, mazkur viloyatda Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi xodimlariga ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazishni rad etish sud bilan bog'liq xatti-harakatlar yuzasidan nizolashishga doir ishlar to'g'risida Surxondaryo viloyati ma'muriy sudi mutasaddilar tomonidan o'quv seminari bo'lib o'tdi. Davlat kadastrlari palatasi Jizzax viloyati boshqarmasi Zarbdor tumanida sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabulda jami 30 nafar fuqaroning murojaati tinglandi. Murojaatlarning bir qanchasi joyida ijobiy hal etildi. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlari palatasining Guliston tuman bo'limi va filialida barcha xodimlar ishtirokida korrupsiya jamiyat kushandasi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Shuningdek, uchrashuv davomida ichki ijro intizomiga rioya qilish, ish unumdorligini oshirish, kasbga doir odobnomaga va odob-axloq qoidalariga zid ravishda ish olib bormaslik kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida Vazirlar Mahkamasining 71-son hamda 709-son qarorlari bo'yicha o'quv seminari tashkil etildi. Mazkur o'quv seminarida tuman qurilish bo'limi, qishloq xo'jaligi bo'limi, kadastrlar palatasi va boshqa mutasaddi tashkilot xodimlari ishtirok etishdi. Davlat kadastrlari palatasi Qashqadaryo viloyati boshqarmasining tuman, shahar filiallari tomonidan 2022-yilning o'tgan 3 oy davri davomida onlayn tarzda jami 6237 ta kadastr pasporti tayyorlab berilgan. Eng ko'p kadastr hujjati tayyorlangan hudud Qarshi shahri hissasiga to'g'ri keladi. Shahar aholisi uchun joriy yilning 1-aprel kuniga qadar 1700 ga yaqin kadastr hujjatlari tayyorlab berilgan. Davlat kadastrlari palatasining Namangan viloyati boshqarmasi tomonidan 2022-yilning o'tgan davri mobaynida 84424 ta yerdan foydalanuvchilarning 360272 gektar yer maydoni UZCAD dasturiga kiritildi. Shundan 309099 gektari davlat ro'yxatdan o'tkazildi. Shuningdek, 47970 gektar yer maydoni hisobga olindi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi rahbari boshchiligida jismoniy va yuridik shaxslarning kadastr sohasida yuzaga kelayotgan muammolarni o'rganish va ularni hal qilish yuzasidan sayyor qabul o'tkazildi. Unda murojaatchilarning masalalari yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. Andijon viloyatida 1594 ta lotdan iborat 44 gektar yer maydonlarida joylashgan yer uchastkalari auksion savdosiga chiqarish choralari ko'rilmoqda. Farg'ona viloyatida kadastr sohasidagi ishlar tahlil qilindi. Uchrashuvga tushayotgan murojaatlar, amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha masalalar ko'rib chiqildi. Shuningdek, barcha hududlarda haftaning har juma kuni bo'lib o'tadigan siyosiy ma'rifat soatida xodimlarimiz mamlakatimizda hafta davomida ro'y bergan muhim yangiliklar bilan tanishdilar. Bizda hozircha shular. Kadastrga oid savol va fikrlaringiz bo'lsa, bizning Telegram bot hamda muntazam sizga javob berib turuvchi yagona aloqa markazimiz doimo xizmatingizga shay. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.